Assalamu alaykum hörmətli qarindoshlar, yaxshimisilar? Bugun 2020 yılı 10 avgust. Ben mazkur kanalni, o'zimning ismi bilan atalgan kanalni ochgandan buyon 3-25 kun ochdim. Shundan buyon dunyoning siyosiy iqtisodiy vaziyati haqida, Uyg'ur korxonchilik haqida, muarib, sog'lomlik haqida so'zlab keldim. Payjik to'g'risida degandek, umuman aytgan vaqtda va yana anglovchilarning ba'zi savollarga chamning yetishicha javob berib keldim. Endi men bir so'zlaguvchi o'zim bilgan, o'zim anglab olgan, kishilarga foydasi tegadigan temalarni yoki ko'pchilik, ya'ni kishilarimiz bilsin deb o'ylagan temalarni ko'pchilikka shunday deb berguchi. Endi anglovchilar buni anglagandan keyin qanday inkas qaytardi, bu ko'pchilikka bog'liq. Ya'ni qanchalik odam anglaydi, qanchalik odam nap oladi, men uqmayman, lekin nap oladigan odamlar cho'qim bor deb o'ylab fikr qilaman. Nima deganda, necha oyning oldida bir xonim menga bir suhbat aralığında, bir ilmiy suhbat aralığında shunday bir gapni dedi. Siz ayni vaqtda Facebook, ya'ni 100 kitobda aslında toza chepib yurgan chog'laringizda shu bir salomatlik klubiga, sog'lomlik klubiga, chiniqish klubiga qatnashib, ashuna pul to'lagan vaqtda shuning a'zolik haqqiniki $150 bir yilda salomatlik sug'urtasi atchot qilib berdi ekan, atchot qilib berdi degan bir gapni uchirib bergandingiz. Men shundan beri shu gap bo'yicha shuni atchot qilib kelyapman, shunga tashakkur degan bir gapni dedi. Yana foydali bir gap, shu gapingizni men foydali deb bilib, shundan foyda deb keldim dedi. Xo'sh bo'ldim. Nima degan vaqtda $150 ba'zilarga nisbatan qo'lning kir emasmi deyish mumkin ba'zilar. O'zingizning haqqi, uni faqat o'rinligingizdan, agar bexastaligingizdan tashlayotgan pulda uni olib qo'ysangiz, uni birisiga bersangiz hisob emasmi? Ba'zida ko'zga ilmagan putuqchumoq deydigan gap bor, ba'zida tama ko'llar deydigan gap bor. Yoki yana ma'lum mandan aytgan vaqtda, yana o'zingda yo'q, olamda yo'q degan gap bor. Shunga shunaqa kichik narsalarga sal qaramaslik kerak. Endi ko'pinchimiz shu Shimoliy Amerika davlat qit'alarida yashayotgan qarindoshlar yashayotgan jamiyatimizdagi nurg'un ishlarni yaxshi bilishimiz kerak deb men takror dedim. Masalan, baj sistemasini yaxshi bilishimiz kerak. Pensiya puli to'g'risida so'zlab keldim. Bu to'g'risida yana qanday qilib bajni az to'laymiz, keyin qirgan vaqtda, yashangan vaqtimizda Xudoyim umrimizni bersa, yaxshiroq moddiy jihatdan yaxshiroq yashaymiz. Buning tadbirini hozirdan boshlab elish kerak dedim. Shuning bilan birlikda yana ko'pchilik ba'zilar biladi buni. Mayada Amerikalarda bolalarni maktablarda o'qitish, farzandlarni maktablarda o'qitish qimmat, oson emas. Ota-onalar shunlashqa 529 deydigan bir plan bor. Ya'ni oliy maktablar uchun bolalarni o'qitish uchun ota-onalar hozirdan boshlab pul qo'yib mangdigan. Bolalarimiz kichiklar hozirdan boshlab pul qo'yib mangsak, keyin yana hozir shunday bir yaxshi tadbirni olsak, keyin bolalarning o'zimizning taqdiri, ya'ni o'zimiz iqtisodiyot qilib ketmaymiz, bolalarimizni tanqislik qo'ymaymiz, bolalarimizni taqdiri yaxshiroq qildi, bolalarimiz o'zi o'ylagan yaxshiroq maktabga o'tsa, shuni o'qish pulini to'layalaydi, ular qarzga bog'lab ketmaydi degan gap. Mana bu shunday narsalarni bilib qo'ygan yaxshi. Undan sirt yana idora jamiyatida ishlayotganlar maoshning bir qismini shu salomatlik nimasiga ayirib qo'ysa, masalan, birisi $100,000 maosh olsin deyli, $20,000 bir nimba health reimbursement sog'lomlikqa oid atchot qildigan mana bir usuli bor. $20,000 yoki $3,000 ayirib qo'ysa, $97,000 baj to'laydi. $3,000 uçuyor dese onu baj to'lamaydi. O bajdan burungi pul. Ama siz out of pocket deydigan bir chiqimlarimiz bo'ldi. O doktorga berib ko'rinsangiz, dori-pori olsangiz, shu $3,000 o'zingiz atchot qila olasiz. Masala nima degan vaqtda bajni oz to'lash orqali o'zingizning yanchiqida bo'lgan, xarjligil bo'lgan pulning qiymatini, miqdorini ko'paytirish degan gap. Mana bu shunday narsalarga sal qaramaslik kerak qarindoshlar. Undan keyin yeshi 65 dan oshgan pensiyaga yaqinlashayotgan, pensiya yeshiga to'shayotgan shu qarindoshlarimiz, cho'nglarimizmi shu salomatlik sug'urtasi, andan keyin yashangandagi sayya sug'urtasi, ijtimoiy sug'urta puli degandek narsalarga boshlangan cho'ng ilm bor. Shularni yaxshi bilgan vaqtda yaxshiroq keyingi umrini sal moddiy jihatdagi, salomatlik jihatdagi g'amdan xoliroq o'tkazadi. Shu gaplarni deb qo'yim keldi. Xo'sh. Endi men gapni nimaga yo'tkay? Bu Amerikaning iqtisodiy to'g'risida yo'tkay. Amerikaning iqtisodi hozir tuvan nuqtaga tushib, turaqlashga qarab mangdi. Ba'zi analizchilar
Amerikaning iqtisodi mush yilning oxirida 20% o'sish ehtimolligi bor degan gapni da'vatida Trumpning qo'llovchisi ekan. Agar iqtisod shunday 4-faslda shunaqa oshadigan bo'lsa, Trumpning saylanishiga foydasiga degan gap. Men o'tganda deganimdek, Amerikada birisninki qayta saylanishda, prezident bo'lib saylanishda shu odam hokimiyat surgan mazgilda iqtisodning qanday bo'lishiga bir nihoyat cho'ng bir sınaq, yəni nəhayət çox bir sınaq. Aşı sınaqni yaxşı ötəlsə, iqtisadni yaxşı gülləndirəlsə, o adamın sayılış ehtimallığı çox dep. Şundaq deyərlikdimi yoki iqtisadi fəaliyyətlər özü aşıdan qarab ketyaptımdı. Onunğa hər xil qiyaslarını deyimiz. Mən o xil mandaq bolğanlıqdan undaq oldu. Bəzi ştatlar içivetdi, sayahatçilik əsli gəldi, aeroplanlar qatnaşqa başladı, adamlar talaq aşqan nimədə tamaq yeyişə başladı. Deb o xil qiyaslarını deb cümey. Amma yəni bəzi bir xil, yəni bir xəbərlərdən qarаған vaxtda vaksinanınki birinci tunji qitimliq vaksina mush yilning oxirida Amerikada paydo bo'ladi, chiqadi degan xabarmi bor. Albatta, ashuna xabarning o'zimi paychik bozorlarini ko'p oshiradi. Shunga bu ba'zi qarindoshlarimiz so'rabdiki, u yerda so'z qoldirib, hozir paychik o'yinsa qulamda, o'ynamasa bulamdi deb. O'ynamaslikni hamda bu o'zimizning yanchiqdagi ahvolga qaraymiz, o'zimizning ahvolga qaraymiz, andan vaziyatlarga qaraymiz. Şu oynamang, onu ilang, bunu ilang deb hozir deb ketkilar bo'lmaydi. Chunki hozirgi paychiki bozoridagi ahvollar, elib setish ahvollari nuqul iqtisodiy faoliyatlarga bog'liq bo'lib qolmadi. Muayyan bir gapga, masalan, prezidentning bir gapiga yoki bo'lmasa Xitoy bilan bo'lgan munosabatni yomonlashtiraman deydigan gap bo'lsa, paychik uchib ketadi, yoki embargo yurgizman deydigan bo'lsa, paychik uchib ketadi, yoki bo'lmasa kengayma pul siyosatini yo'l qo'yamiz deydigan Markaziy bank shunday bir siyosatdan chiqarsa, ya'ni paychikda o'rlash bo'layotdi deganga o'xshash. Shunday bir ilqi subyektiv omillarmi bor. Ya'ni kishilar pay oladiganlar, ilqi Trump prezident bo'lib qolsa, dunyo qalayim qolishib ketadi, Amerikaning iqtisodi yana qalayim qolishib ketadi deb o'ylaydiganlar bo'lib qolsa, ular ilqi payni sit tutib qolsa, paychik tushib ketish mumkin. Qanday paylar tushib ketadi deydigan masalaning o'zidan bir ilm bor. Ya'ni fan texnika paylarimi yoki bo'lmasa sayohatchilik, ilqi 3-kasbniki paylarimi, ilqi masalan muharibningki yoki o'yinlikningmi deganga o'xshash, yoki yemak-ichmakningmi deganga o'xshash. Bu boshqa bir narsa. Shunga ish qilib mushu oy kunlarda, mushu 3-4 oy ichida paychik bozorda xeyli davolg'ish bo'ladi. Meningcha sal paychikninki davolg'ishi sal yuqoriroq tarafga qarab mangdi. Ya'ni paychaklarning ishidan biroz umid bor. Shunga buni konkretniy ahvol qarab bilim deyish kerak. Xo'sh, endi men oxirgi gapimni shu Uyg'urlar to'g'risida bo'layotgan xalqarodagi ba'zi bir gaplarning kichkina bir xabar yetkazib qo'yadi. Bizning Uyg'urlarningki masalasi hozir Yevropadagi davlatlarda, Yevropa davlatlarining parlamentlarida, siyosiy yo'llarda va hatto naqshchilarningki xiyollarga, o'ylarga kirib qolmasdan yana shu musulmon davlatlarning ichidami biz zo'r talashlarga nim bo'lmoqda. Ba'zilarning ayblanishiga, ba'zilarning o'zini qo'g'dishga majbur qilmoqda. Masalan, Majid Navoz deydigan bir qarindoshimiz, musulmon qarindoshimiz Angliya fuqarosi bu Uyg'urlar uchun aytib so'zlayotdi. Bu kishi yaqinda necha kundan oldida har qaysi Xudoga ishongan har qaysi dindagi 76 rahbar qo'pab Xitoyning Uyg'urlarga qilgan zulmini to'xtatish, xalqaroning buni birim deyish haqida bir chaqiriqnoma e'lon qildi. Buning nisbatan aytganda Majid Navoz shu popni bir aybladi. Sen jim turib olding. Sizlarda diniy rahbarlarda bir axloqiy mas'uliyat bo'lishi kerak. Axloqiy mas'uliyatni ado qilmading, sen jim turib olding, nima jim turib olsa deb. Anadan keyin Angliyadagi boshqa bir qism musulmon jamoatiga xitob qildi. Hammaga qodir, hammani ko'rib turadigan, hammani bilib turadigan Allohga haqiqatan ishonadigan bo'lsanglar, mavo Xitoylarning Uyg'urlar qilayotganiga qarab turmanglar, gap qilinglar deb mandaq dedi. Bu Majid Navoz deganida mana shu. Biz ba'zida xuddi Eron bilan Xitoyning o'rtasidagi munosabat yaqinlashishga qarab ketadi. Yaqin azaldan yaqinlashishga qarab ketadi. Shu ularning ichidagi adini ziyoda ultra oshqin bir kuchlar bor. Bular Xitoyning Uyg'urlar qiyig'iga nisbatan aytgan vaqtda Xitoyni yoqlab gap qilibdi. Ali Muxtari deydigan bir kishi ekan, o'qib Eron G'arb bilan dushmanlashganligi uchun Uyg'urlar masalasida Xitoyning quchqida usul o'ynamaslik kerak deydigan bir gapni qilibdi. Ya'ni iqtisodiy manfaatni deb Amerika Uyg'urlar uchun
so'zlab chiqdi, Iran musulmon davlat turib Uyg'urlar uchun so'zlamadi deb Iran hukumatini ayblabdi. Ba'zida uni qo'pab siyosiy yanchiqchilik, siyosiy qo'yimchilik qiladi deb tushundirish mumkin. Mayli qandoq deyish, qat'iy nazar kim qandoq deyishdan nazar biz zulmchi qilayotgan haq shunday chog'da biz uchun gap qilganlarningki hammasiga rahmat, tashakkur. Biz uchun bizni ko'makchi saqan pang, qo'lqi gaz, ko'z ko'rlarga la'natlar bo'lsin. Hatta Malayziyaning 90 yoshlik boshbaqani pensiyaga chiqqan Mahathir u qo'pab Kashmir masalasini tilga olib so'zlab ekan Twitterda kuni. Buning nisbatan nurg'un musulmonlar so'zlab ketibdi. Kashmir masalasi to'g'ri so'zlabsan, nima uchun Xitoyga qarta ularning Uyg'urlarga kelayotgan zulm uchun ikki qiz gap qilmaysan deb gapirdi. Demak, odam lillah maydonda turib gap qilmasa, o'zining manfaatini chiqish qilib, o'zining shaxsiy manfaatini chiqish qilib yoki atalmish davlat manfaatini chiqish qilib, mendaq mazlumlarningki maydonda turib gap qilmasa, haqlar aprib, haq ko'rib turdi. Aprib akilib o'ziga yondirib berdi. Ya'ni o'zining qo'lidan o'zining yuziga tastak soladi. Men ko'pchilikni mush ishlarni bilib qolsin deb o'yladim. Albatta Xitoy va Amerika o'rtasidagi munosabat biz faraz qilganidek yomonlashmayotdi. Bu ishlarning qanday bo'lishini nisbatan har xil farazlarni qilishga bo'ladi. Faraz degan faraz eng yaxshisi hozircha qilmagan yaxshi. Rahmat sizlarga.